Joriy yilning 16-17 oktyabr kunlari Samarqand shahrida MDH a'zo davlatlari xavfsizlik organlari va maxsus xizmatlari rahbarlari kengashining 57-majlisi, shuningdek, razvedka xizmatlari rahbarlarining 21-majlisi bo'lib o'tdi. Xabarga ko'ra, majlislarda Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston delegatsiyalari ishtirok etdi. Shuningdek, MDH ijroiya qo'mitasi hamda aksilterror markazi vakillari ham qatnashdi. Tadbirlar doirasida xalqaro terrorizm, ekstremizm, transmilliy jinoyatchilik va axborot xavfsizligiga qarshi kurashish masalalari ham muhokama qilindi. Ma'lumki, bu kengash 1997-yil 28-martda tashkil etilgan bo'lib, uning amaldagi asosiy vazifasi Rossiya FXX va razvedka tizimi uchun postsovet razvedka maydonini saqlab qolish mexanizmi sifatida xizmat qiladi. E'tiborga molik jihati shundaki, Samarqandda bu yig'ilish bilan bir vaqtda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston harbiylari ishtirokidagi Birlik 2025 qo'shma mintaqaviy harbiy mashg'ulotlari ham o'tkazildi. Rasman Birlik 2025 terrorizmga qarshi kurashish, mintaqa xavfsizligini ta'minlash va harbiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan deb ta'kidlandi. Biroq amalda bu mashg'ulotlar orqali Amerika, Turkiya va Ozarbayjon vositasida mintaqa davlatlarini NATO standartlariga yaqinlashtirib, Markaziy Osiyodagi ta'sir maydonini kengaytirishga urinmoqda. So'nggi paytda xavfsizlik sohasida qandaydir tadbir o'tkazilayotgan bo'lsa, ularning ortida asosan Amerika va Rossiya manfaatlari to'qnash kelayotgani kuzatilyapti. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham bular Markaziy Osiyodagi musulmon xalqlar, xususan O'zbekiston musulmonlari manfaatiga aslo xizmat qilmaydi. Jumladan xavfsizlik sohasini oladigan bo'lsak, mustamlakachi davlatlar bu sohada o'z ta'siriga ega bo'lib, boshqasini ta'sirini kamaytirishga intilsa, boshqa tarafdan terrorizmni niqob qilib, islomga qarshi kurashga bor e'tibordan qaratadi. Shuning uchun ulardan qaysi birining ta'siri kuchaymasin, xalqimiz va yurtimizga falokat keltirishi aniq. Toki xavfsizligimiz islom va uning ahkomlari asosiga qurilmas ekan, haqiqiy ma'nodagi tinchlik, xotirjamlik ta'minlanmaydi. Bu esa xalifalik davlati barpo qilinmaguncha amalga oshmaydi.